Al-Vahid, yagona, bitta. U zot zotida ham, sifatlarida, ishlarida ham yagonadir. Tavhid so'zi mana shu al-Vahid so'zidan olingan. Har bir mo'min biladiki, bandaning ta'lim oladigan narsalarning eng afzali bu tavhiddir. Tavhid ilmning nihoyasidir. Jamiki payg'ambarlar da'vatlarining mazmuni va mohiyati aynan tavhiddir. Tavhid bu din deganidir. Sen o'zingda bezovtalik va iztirobni ko'rsang, demak senda tavhid tushunchasi zaiflashib qolgan bo'ladi. Chunki bunday tushkunlik kelajaging va rizqing o'zingga o'xshagan insonlarning qo'lida deb fikrlashing natijasida yuzaga kelgan. Sen rahm qiluvchilarning eng rahmlisi bo'lgan yagona zot Allohning himoyasida ekaningni bilsang, xotirjamlik va sukunat tomon qadam qo'yasan. Tavhid fikrlaringga kelgan har qanday narsada Alloh taolo uning xilofi deyishdadir. Tavhid Alloh zoti, sifatlari va amallarida yagona degan ma'nodadir. Ba'zi oriflar al-Vahid seni barchadan o'zi kifoya qiladi, barcha seni al-Vahiddan kifoya qila olmaydi deb aytishgan. Al-Vahid so'zi Qur'oni Karimning 20 dan ko'proq o'rinda kelgan. Al-Vahid va al-Ahad orasidagi farq quyidagichadir. Al-Vahid sherigi yo'q, al-Ahad o'xshashi yo'q. Tavhid ikki xil bo'ladi. Rububiyya tavhidi. Ikkinchisi ulug'iyya tavhidi. Rububiyya tavhidi Alloh taolo mulkida bir. U yaratuvchi, rizq beruvchi, ato qiluvchi, man qiluvchi, yuksaklikka ko'taruvchi, pastlatuvchi degan ma'nodadir. Ulug'iyya tavhidi uning o'ziga ibodat qilib, boshqa birontasiga ibodat qilmaslik va unga biror narsani tengdosh qilmaslikdir.